odamlar, g'animatdir bu damlar. Quvnoq tomosha, o'zimizning zumrasha. Turing quvnoq zumrasha. Zumrasha. Bolalar chog'li yiling, ekranga yaqin keling. Bizga hamroh hamisha, o'zimizning zumrasha. Sizga hamroh zumrasha. Zumrasha. Menga qarasanchi, haligi, ha? Umarali. Yugur, bo'la qol. Assalomu alaykum ustoz. Ya, Yaxshimisiz? Alijon. Tuzukmisiz? Valijon. Solijon, o'zinglarmisizlar? Uzr ustoz, uzr. Xuddi o'zimizdan ustoz. Uzr ustoz. Mana shu qo'ng'iroqni kutayotgandim. Yaxshimisiz ustoz? Oho, bir yil ichida shunaqa katta bo'lib ketdinglarmi? Ko'rib turganingizdek. Bolalar yaxshimi? Hammalari zo'r ustoz. Sizni tez-tez eslab turamiz. Hozir ustoz, bir daqiqa. Ustoz, biz siz qanday yashayotgan ekanlar deymiz ustoz. Rahmat. Men ham sizlarni juda sog'inganman. Hammanglarni tez-tez eslab turaman. Har holda to'g'ri yo'l o'qitdim-a? To'g'ri. Uzr ustoz. Ha? Bitta gaplashamiz. Darsni tugat. Hozir boraman. Ko'rishganimiz juda yaxshi bo'ldi. Yuringlar. Ha? Bir gaplashib o'tiraylik. Juda ham zerikib ketganman. Gap yo'q ustoz, hozir bir daqiqa. Alo. Bizga xizmat bormi ustoz? Uchrashib qolmiz. Biznikiga borib bir bog'da mazza qilib suhbatlashaylik deyman. Albatta ustoz. Hozir bir daqiqa, uzr. Bo'ldi ustoz, bir nima deyotgandingiz? Bir uchrashib qolmiz. Biznikiga borib bir o'zimiz Uzr ustoz, hozir bir daqiqa. Alo, Bitta gaplashamiz. Bir nima dedingizmi ustoz? Bir uchrashib qolibmiz deyapman-da. Shu uzr ustoz, uzr. Alo. Deb gamburger yeyaverasanmi? Dunyoda shundan boshqa ovqat yo'qmi? Qo'sqoganing gamburger, xuddi. Nima gaping bor? O'sha yerda kutaman. Tushunmadim. Jahlimni chiqarma meni. Senga nima? Bizga xizmat bormi ustoz? Yo'q, yo'lni yo'tamanlik o'tmoqchi edim. Hozir. Alo, Diyor, qalaysan? Yaxshi bo'lsan? Nima bo'ldi? Kelib qoldik. Hozir yetib boramiz. Voy, yomon bo'ldi. Ustoz qamini? Kim bilsin? Anala, ana. Voy. Voy, Nargiz, salisiz. Boraman, Salisa. Bo'ldi, hozir boraman. Yolg'onchi abonent. Yolg'onchi abonent. Dada. Ho, Dadajon, labbay. kecha ustozimiz bir gapni qattiq tayladilar. Nimani? Ustozimiz o'quvchilarga ertaga uyali telefon bilan kelmasanglar, darsga kiritmayman dedilar.
Yo'q, ey. Bo'lmasamchi dadajon. Yana ular kimda kim uyali telefon bilan darsga kelsa, o'sha o'quvchiga 5 baho qo'yaman dedilar. Shundoq degan. Chini so'zim? Mayli. Ertagayoq senga yangi telefon olib beraman. Bo'ptimi? Bo'pti. Rustamjon. Labbay dada. Tata! Voy. Dadajon, Ha? o'yinchoq ekan-ku? Yo'q, ey. Axir ustozimiz Hech qisi yo'q. Ustozingga o'zim tushuntirib qo'yaman. Qachon 2 baholarni 5 baho bilan tuzatsa, o'shanda rost ekamini olib beraman deyman. Ha? voy yo'q dadajon, ustozimiz ko'nmaydilar. Uyali telefonsiz 5 bahoni xayolinglarga ham keltirmaylar deganlar. Bo'pti. Bo'lmasa, menikini olaqa. Senga sovg'a. Voy, rahmat. Arzimaydi. Voy dahshatligini. Ko'ryapsizlarmi? Telefonimni. Buni dadamning o'rtoqlari Londondan olib kelganlar. Sovg'a. Mana. O'yinlar Hurmatli aldoqchi abonent. Voy. 2 baholaringiz ko'payib ketgani sababli telefoningiz vaqtincha ishlamaydi. Ha, qizim. Nima bo'ldi? Ha, qizim, nima qildi? Dada, nega men sizlarga o'xshamayman? Assalom. Bu nima deganing? Voy, qizim, nega endi o'xshamas ekansan? Kim aytdi senga bunaqa deb? Mana oynadan ko'rdim. Voy. Hech hamda. Mana, qaragin. Ko'zing meni ko'zimga o'xshaydi. To'g'rimi dadasi? Ha, mana burning meni burnimga o'xshaydi. Ha. Qoshing esa xuddi menikidek. Qaragin. Ha, qulog'ing menikini o'zginasi qizim. Ha. Unaqa demagin, xo'pmi? Xo'pmi qizim? Yo'q, baribir men sizlarga o'xshamayman. Voy, o'xshaysan qizim, o'xshaysan. Mana qaragin, yaxshilab qaragin. Nega unda men shokoladni yaxshi ko'raman-u, sizlar esa yomon ko'rasizlar? Mana qizim. Olib keling dadasi. Men ham shokolad yaxshi ko'raman. Ha. Mana. Zo'rmi? Juda ham zo'r ekan onasi. Men ham yaxshi ko'raman qizim. Mana. Hozir. Juda ham ajoyib ekan. Mazalligini qaragin. Shkoda juda ham yaxshi ko'raman dadasi. Ha, o'zi ham juda shirin narsa-da. Rosa ham zo'r ekan, ha? Ko'rdingmi qizim? Yeb to'ymaysan, ha? Oh, juda ham maza. Shirinligini qarang dadasi. Ana endi o'xshadim. Ko'rdingmi?
puli? Men dadamchi, bankir, milliarder. Pulni mashinalab topadilar. Voy, men muzqaymoqqa pul so'rasam, menga bir pachka 200 talik berib yuboradilar. Voy, men cho'ntagimgacha dadam har kuni bir pachka 500 talikdan solib qo'yadilar. Mengachi bir pachka 1000 talikdan. Menga ko'kidan. Fu, maydasizdir-de. Xo'sh, millionerlar chipta olasizlarmi? Sen olib tur. Yo'q. Shu bilan 3 kundan beri meni ahmoq qilasizlar. Uyalmaysizlarmi? Bu qanaqasi? Vijdoninglar bormi? Bor, lekin pulimiz yo'qdir. Meni dadamchi Lacetti'da yuradi. Men dadam esa Mercedes'da yuradi. Meni dadamchi Ay. Ko'zingga qaramaysanmi? O'xshasanmi? Yo'q, bo'ldi. Ay. O'xshasanmi? O'xshasanmi? Ey, Shoazim, bo'ldi qil. Bo'ldi, urishmayli. O'zingni bos. Ustoz kelib qoladi Sen ham hozir. o'xshasanmi? O'xshasanmi? Yo'q. Nimaga kulyapsan? O'xshasanmi deyapman. Nimaga kulasanlar? Birinchi baham bo'lgani ma'lum qilyaptimi? Bitta kalla qo'yaman hozir. Demak, bugungi ochiq darsimizda vatan haqidagi she'rni tahlil qilamiz. Bu she'r O'zbekiston xalq shoiri Iqbol Mirzoga tegishli. Demak, diqqat bilan tinglanglar. Bu muqaddas vatanda azizdir inson. Yurtlar bor, odamzod gul umri xazon. Insonning qadri ham qiymati arzon. Bu aziz zaminda inson mukarram. Bu muqaddas vatanda azizdir inson. Vatan kengdir. Kitob daftaringlarni yig'ishtiringlar, tanaffus. Bugun navbatchimiz Shoazim. Ha? Sen navbatchisan. Hop, ustoz. Marhamat, tanaffusga chiqinglar. Shunda ko'chirolib berib turmadim aka. Sen tashlagansan. Ataylab jig'imga tegish uchun tashlagansan. Ol. Men tashlaganim yo'q. Yolg'on. Hoziroq olasan. Bo'lmasa pul solaman. Bor o'g'il bola ishiga aralashma. Urushasanmi? Rost aytyapman. Urushasanmi? Urushaman. Bor toshingni termay, qiz bola bilan urushmayman. O'g'il bola suvda turadi. Sen urushasanmi? Men urushamandim. Qani boshladik. O'zingni ko'rsatmoqchimisan? Mayli, o'zingdan ko'r. Ay. Qo'lim, voy qo'lim. Qo'yvor, bo'ldi. Ay, qo'lim.
Demak, o'simliklar rivojlanishi uchun ularga mineral o'g'it, suv hamda karbonat angidrid kerak bo'ladi. Chunki karbonat angidrid yutib, o'simlik nima chiqaradi? Kislorod. To'ppa-to'g'ri. Shunday ekan, barcha o'simliklar karbonat angidrid yutib, nima chiqarar ekan? Kislorod. Barakalla. Juda ham to'g'ri. Topdinglar. Xo'sh. Luqmonov, sochlaringcha boshqacha-ku. Qani bu yoqqa kelchi. Darsga tayyormisan? Men doim tayyorman. Qanaqasiga? Bir haftadan beri darsga kelgani yo'q-ku. Ustoz, siz xavotirlanmang. Menga savolingiz beravering, men javob beraveraman. Fotosintez nima? Hozir yuksak texnologiyalar davri. Yana boshladingmi? Iltimos, siz meni eshiting. Hozirgi kunda texnologiyalar keskin rivojlanayotgan ekan, nega biz jahon o'qutuv sistemasidan haligacha xabarimiz yo'q? Ana, rivojlanish qayerda? U yerda bolalar uchun qulayliklar yaratilgan. Masalan, o'quvchi o'rniga texnika javob beradi. O'quvchi esa kuch yig'ib o'tiradi, energiya to'playdi. Yo'q. Va muhimi, g'oyalar ustida o'y suradi. Maqsadga o't. Fotosintez nima? Fotosintezni men javob bermayman. Bu javob beradi. Men gapirdimmi, bu gapirdimmi? To'g'rimi? O'simliklarda quyosh nuri ta'sirida va xlorofil ishtirokida anorganik moddalardan organik moddalari hosil bo'lishi va havoga kislorod ajralib chiqishi jarayoni fotosintez deyiladi. Fotosintez dunyoncha so'z bo'lib, fotos yorug'lik va sintez qo'shish, birlashtirish degan ma'noni anglatadi. Qalay? Davom etaversinmi? Yo'q. Yetadi. Sen to'g'ri aytyapsan. Hozir texnologiya rivojlangan payt, lekin undan oqilona foydalanish kerak. Tushunyapsanmi, Luqmonov? Mana endi sen bahoyingni ko'r. Ana. Luqmonovmi? Yana o'sha yuksak texnologiyani gapiryaptimi? Luqmonov. Seni bahoying 2.